Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bolalarni 1 oylikdan 12 oylikgacha bo'lgan rivojlanish davrini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Agar sizning yosh chaqalog'ingiz bo'lsa yoki ota-ona bo'ladigan bo'lsangiz, ushbu videodagi ma'lumotlar albatta siz uchun foydali bo'ladi. Videoni o'tkazib yubormang, oxirigacha ko'ring. Eslatib o'tamiz. Ushbu ma'lumotlar nisbiy va bolalarda farq qilishi mumkin. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda asosiy bosqich bu adaptatsiya bosqichi, ya'ni tashqi muhitga moslashuvchanlik shakllanadi. Ushbu holatda chaqaloqlar dastlabki oylarini asosiy vaqtini uyqu bilan o'tkazishadi. Ya'ni 24 soatni 70-80% gacha bo'lgan qismini uyquda bo'lishadi. Bundan tashqari bolalarda reflekslar, ya'ni tug'ma shartli reflekslar rivojlanganini ko'ramiz. Bularga kirishi mumkin ushlash, yutish, so'rish, qidirish reflekslari bunga misol bo'la oladi. Bundan tashqari bolani normal rivojlanish ko'rsatkichlarini baholashda ularni qorin sohasiga yotqizib ko'rganimizda dastlabki kunlardan boshini qisqa muddatga ushlab turishini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi oylikda kuzatadigan bo'lsak, boshini ushlab turishi biroz uzayadi. Narsa buyumlarga qarash, ularni tikilib turishlari mumkin. Bunday holatlarda ayniqsa onalarni yuzlarini o'rganish va eslab qolishlari uchun onalar bolalarni ko'targan holatda 20-30 sm uzoqlikdan qarashlari lozim. Sababi bolani hali ko'z fokusi unchalik rivojlanmaganligi uchun shu holatda bola onasini tanishni boshlaydi. Bu ham bola rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. 3 oylik bolalarda kulish paydo bo'ladi. Bu hayotining eng qiziqarli davrlari boshlanishidan dalolat beradi. 3 oylik bolalar ota-onasini yuzlarini ko'rganda ularni taniy olishlari hamda kulguga kulgu bilan javob berishlari mumkin. Bundan tashqari bolalarda gu-gu yoki shunga o'xshash tovushlar paydo bo'lishni boshlaydi. Qorniga yotqizilgan holatda boshlarini dadil tutib tura oladilar va qorniga yotqizilganda old tarafga o'zlarini tiklashlari mumkin. 4 oylik chaqaloqlar faqat uy shiftiga qarab zerikkandan so'ng vertikal dunyoga qiziqishlari yana ham tobora ortib boradi. Hamda ushbu 4 oylikdan boshlab yarim o'tirgan holatlarda bolani joylashtirsak, atrof muhitni o'rganishi, qiziqishiga moslab xonalarni o'yinchoqlar yoki shunga o'xshash narsalar bilan to'ldirishimiz lozim. Lekin shuni hisobga olish kerakki, xonada ranglar va turli xil narsalar ko'payib ketmasligi kerak. Bu bolani charchab qolishiga olib keladi. 5 oylik bolalarda harakatlar aktivlashadi va ularda qiziqish, atrofga qiziqish, atrofni o'rganishga bo'lgan qiziqish juda ham katta bo'ladi. Shu hisobidan ushbu holatda bolalarga ko'proq gapirish, kulish hamda ular bilan o'ynash ularni emotsional hamda aqliy jihatdan rivojlanishiga yordam beradi. O'yinchoqlarni bir qo'lidan ikkinchi qo'llariga olib o'ynashlari mumkin. Bolalar 6 oylikdan boshlab mustaqil o'tirishlari, qo'shimcha ovqatlar iste'mol qilishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni bu ovqatlarga sabzavotlarning pyurelarini kirgizishimiz mumkin. Bundan tashqari 6 oylik chaqaloqlarda o'z yaqinlari va begonalarni ajrata olish qobiliyati shakllanadi. 6 oylikda sodir bo'ladigan yana bir muhim hodisalardan biri bu tishlarning chiqishi. Bu holatda bolalarda biroz bezovtalik kuzatiladi va og'zidan so'lak ajralishi kuzatiladi. 7 oylik bolalarda mustaqil emaklash, o'tirish, narsa buyumlarini qo'l uzatish, ularni o'ynay olish qobiliyati shakllanadi va eng asosiy shakllanishlardan biri bu so'zlarga bo'lgan e'tibor va ularni o'zlashtirish. Bundan tashqari 7 oylik bolalar o'z akslarini oynadan taniy olishlari mumkin. 8 oylik bo'lgan bolalar endi yurishga harakat qila boshlashadi. Narsa buyumlarini ushlab o'rnlaridan turishlari, ularni ushlab harakatlantirishlari mumkin bo'ladi. So'zlarni tushuna olish qobiliyati rivojlanganligi sababli ayrim so'zlarni tushunib, ularga reaksiya bildirishlari mumkin. Bundan tashqari, ushbu holatda bolalar bosh barmoq hamda ko'rsatkich barmoqlari bilan mayda predmetlarni ushlay olish qobiliyatiga ham ega bo'lishadi. Bola 9 oyligida mustaqil tura oladi. Dastlabki qadamlarini tashlay oladi va oyi, dada kabi so'zlarni ayta olishi mumkin. Bundan tashqari oddiy bo'lgan o'yinlarni tushunish bilan o'ynay oladi. 10 hamda 11 oylarda bolalarda
asosan harakatlarida rivojlanish ko'proq kuzatiladi. Ya'ni bu holatlarda bolalar bemalol o'tirishlari, harakatlanishlari, turishlari, hattoki yurishlari ham mumkin bo'ladi. Oddiy savollarga javob berishlari, salom yoki salom bering kabi so'roqlarga harakat bilan javob berishlari mumkin bo'ladi. Va nihoyat, bola 12 oylik bo'lganida 2 ta so'zlarni bemalol ayta olishi, yurishi hamda va nihoyat bola 12 oylik bo'lganida 2 ta so'zlarni ayta oladi, mustaqil yura oladi va oddiy topshiriqlarni bajara oladi. Ya'ni biror o'yinchog'ini so'rasangiz sizga olib berishi mumkin.